Selam dostlar. Bugün biz sizning bilan mana shunday motor yeziklar yasayashamiz. Buning uchun bizga 3 shabak kerak bo'lajak. Ikkisi bir tizda, uchinchisi boshqa turlisi. Ikki shabakni mana shulay o'rtadan tutashtiramiz. Ham aylantirib bir-birsini berkitib qo'yamiz. Mana shulay kelib chiqa. Hozir qiriylarin mana shulay aylantirib, tugarak etib buklab boramiz. Mana shulay jiynaklab qo'yamiz ularni. Ham ikkinchi shabakni olamiz. Ona biz mana shulay kiyib qo'yamiz. Barmoq uchun yezikni yasaymiz. Ham aylantirib berkitamiz. Mana shulay shirnab berkitdik. Bir ilishi qoldi. Ana biz ustga chiqaramiz. Ham shulay aylantirib shashagimizning o'rtasini yasaymiz. Mana shunday motor yeziklar kelib chiqadi.